Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlar orasida to'lov kontrakt mablag'ini to'lashda qiyinchilikka duch kelayotganlar ham uchraydi. Yoshlarning shu kabi muammolarini o'rganish va yechim topish maqsadida Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida 70 ga yaqin yigit-qizlar ishtirokida ochiq muloqot tashkil etildi. Tadbir doirasida bir guruh yoshlarga shahar hokimligi tomonidan to'lov kontrakt hamda safarbarlik chaqiruvi badal to'lovlari qoplab berildi. Arujan Ismanaliyeva iqtisod yo'nalishi bo'yicha oliy ta'lim muassasasida tahsil oladi. Uning aytishicha, ma'lum bir sabablarga ko'ra bu yilgi to'lov kontraktini amalga oshirishga imkoni bo'lmagan. 4-kursni tugatayotgan yilimda kontrakt masalasida ozroq muammo bo'ldi va muammo bo'yicha yoshlar yetakchisiga aloqaga chiqdim. Ular meni arizamni qabul qilib ko'rib chiqdilar va davlat tarafdan yordam berildi hozir. Yuqoridagi kabi muammolar hozirda ko'pchilik yoshlarda uchramoqda. Bugun shu maqsadda Nurafshon shahri markazida 70 ga yaqin yoshlar bilan ochiq muloqot tashkil etildi. Ularning bir guruhiga shahar hokimligi tomonidan to'lov kontrakt va safarbarlik chaqiruvi badal to'lovlari to'lab berildi. Yoshim 18 da, men yigit kishi uchun armiyani burch deb bilaman. Yetishmovchiligimiz tufayli bora olmayotgandim. Yoshlar yetakchisiga murojaat qildik. Murojaatimiz qabul qilindi. Bizga harbiy xizmat pulini 100% to'lab berdi. Endi keyingi oy armiyaga bormoqchiman. Nurafshon shahar mahalla yoshlar yetakchilari tomonidan uyma yurib xatlov qilish natijasida 9657 nafar yoshlar balans shakllantirildi. Ya'ni kim 3 ta toifaga ajratib olindi. Bular yashil, sariq va og'ir toifadagi yoshlar hisoblanadi. Bu toifadagi yoshlarimiz bilan doimiy ravishda samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Buning isbot sifatida mana bugun rahbar va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Bu uchrashuvda 28 nafar yoshlarimizga 161 million so'm kontrakt pullari to'lab berildi. 2 nafar yoshlarimizga o'sha harbiy xizmat pullari to'liq miqdorda qoplab berildi. Hamda 2 ta yoshimizni o'zini o'zi band qilish uchun asbob-uskunalar olib berildi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni ijtimoiy faollikni oshirish hamda ularning bandligini ta'minlash, iste'dodini yuzaga chiqarish. Tegishli mutasaddi tashkilot vakillari tomonidan yoshlarning muammolari va takliflari o'rganilib, ularning aksariyatiga esa shu yerning o'zida yechim topildi.